Agar siz meni hech qaysi film yig'latolmaydi deb o'ylasangiz, bu film yig'latishiga aniq ishonaman. Ancha yillik tanaffusdan so'ng Jeki Chan yangi filmda bosh rolni ijro etdi. To'g'risini aytsam, film boshida Jeki Chan borligini eshitib, ko'pchilik kabi jang sahnalariga boy, kulgili, xarizmatik film bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Lekin bu haqiqiy drama janridagi film. Film markazida yoshi ulg'aygan bir insonning hayoti turadi. U avvallari kuchli, hurmatga sazovor inson bo'lgan, ammo vaqt o'tishi bilan u qariyalarda ko'p uchraydigan Alsgeymer kasalligiga chalinadi. Bu kasallik inson xotirasini asta-sekin o'chirib yuboradi. Dastlab oddiy narsalarni unutadi, keyin esa inson hatto eng yaqin odamlarni ham tanimay qolishi mumkin. Film aynan shu og'ir holatni juda real ko'rsatgan. Eng achinarlisi shundaki, boshida qariyaning bu holatidan hatto yaqin insonlari ham foydalanishga urinadi. Ular qariyaning pullarini o'zlashtirishga harakat qilishadi. Bu esa filmning juda og'riqli tomonlaridan biri. Chunki bu holat hayotda ham afsuski uchrab turadi. Kasallik kuchaygani sari qahramon oddiy narsalarni unuta boshlaydi. U hatto ovqatlanishni ham unutib qo'yadi. Ba'zi sahnalarda u sochiq va boshqa buyumlarni ovqat deb o'ylab yeyishga ham urinadi. Bu sahnalar tomoshabinni larzaga soladi. Chunki shu yerda biz kasallik insonni qanday asta-sekin o'zgartirib yuborishini ko'ramiz. Ammo film faqat og'riq, dramatik voqealar haqida emas. Bu film aslida insoniylik haqida. Qahramonning hayotiga tasodifan kirib kelgan odamlar asta-sekin uning yonida qolishadi. Avvaliga ular begona, keyinchalik esa asta-sekin bir-biriga yaqinlashib borishadi. Va film davomida tomoshabinda juda muhim bir savol paydo bo'ladi. Haqiqiy oila degani nima? Qon qarindosh bo'lishmi yoki eng qiyin davrda birga bo'lib, birdan bo'lib yonida turishmi? Filmning eng ta'sirli joylaridan biri qahramonning vafotidan oldin yaqinlari uchun yozib qoldirgan video xabari. Bu fan. O'g'lim, meni unutma. Seni haydab chiqarganim uchun mendan xafa bo'lma. Aslida bu yerda men bilan qolishingni juda ham xohlagandim. Unutishdan qo'rqyapman. Hammangizni unutishdan qo'rqyapman. Sizlar yoshsiz, o'z fikringiz bor. Men esa qarib qoldim. Sizlar bilan qanday gaplashishni bilmayman. Yoshligimda men ham qariyalar bilan til topisha olmasdim. Yaxshiyam borsizlar. Kasalligim hech bo'lmasa bitta yaxshi tomoni bor. Men juda baxtiyorman. Nima haqida gapirayotgandim? Nima deyotganimni yana unutib qo'ydim. Mayli, xayr. Yaxshi qoling. Menimcha bu filmning eng kulminatsion nuqtasi. Ko'pchilik tomoshabinlarni yig'latgan va ta'sirlantirgan sahna desak ham bo'ladi. Film juda hayotiy. Unda ortiqcha effektlar, dramatizm yo'q, lekin juda ham ta'sirli. Biz ota-onalarimizga ular bizga qaragandek g'amxo'rlik qilyapmizmi yoki ular biz bolaligimizda bizga qanchalik g'amxo'rlik qilganini unutib qo'ydikmi yoki keyinchalik bu haqida afsuslanamizmi? Barchasini xayolimizdan, nafaqat xayolimizdan, qalbimizdan o'tkaza boshlaymiz. Shu sababdan ham men u filmni inson hayotida bir marta bo'lsa ham ko'rish kerak bo'lgan filmlar qatoriga qo'shaman. Agar siz ham chuqur, hissiy va hayotiy ma'noga ega filmlarni yoqtirsangiz, aynan shu filmni ko'rishingiz shart. Film nomi Kutilmagan oila. Agar siz uni o'zbek tilida reklamalarsiz, professional dublyajda tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Ria Play platformasida tomosha qiling.